Alloma Abduvali qor akani yo'qolganliklarini 35 yillik munosabati bilan Stokgolm shahrida mana O'zbekiston elchixonasining oldida turibmiz. O'zbekiston elchixonasining oldida hozir namoyishlarimiz boshlangan. 2-3 ta katta murojaatlar qilindi. Hozir endi Muhammad Saloh aka she'r o'qib berar ekanlar. Shuni ko'ramiz hozir. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Birodarimiz bir she'r o'qiydi. Undan keyin men ham bir duo she'r o'qiyman. Shu bilan yakunlangan bo'ladi. Demak, namozga ham kelganlar. Namoz normaxonaga kelganlar Norvegiyadan. Va alaykum assalom. Azlarim like bilan qo'llab yuborasizlar. Namoyishining shiori jinoyatni yashirmoqlik jinoyatdir deb nomlanadi va mana ayni shu mazmundagi yozgan bir she'rimni ham o'qimoqchiman bugun shu maydonda. Bundan tashqari Abduvali Qorimzayevga atalgan qator she'rlarim bor. Ularni ham Alloh nasib qilganicha o'qiymiz. Like bilan podдержка qilinglar akalar, qo'llab quvvatlaymiz. Kim iymonga, kim kufrga yuzin burar. Kelajagin har bir inson o'zi qurar. Kufr bilan iymon doim raqobatdir. Raqobatni yashirmoqlik jinoyatdir. Bu so'zlarim haqligiga Alloh guvoh. Haq yo'lini ta'lim bergan Rasululloh. Najot yo'li faqat tavhiddir valloh. Boshqa yo'llar zalolatdir. Az-zalolatni yashirmoqlik jinoyatdir. Olimlarim qatl qilgan johil millat, boshidan hech arimaydi xorlik zillat. Qaysi millatda bor yana bunday illat? Haq yo'lidan burilmoq bu jaholatdir. Jaholatni yashirmoqlik jinoyatdir. Qancha odam nohaq qurbon bo'lib ketdi. Yurtni fisq fasod bosib to'lib ketdi. Kim iymonda, kim iymonsiz o'lib ketdi. Buyuk millat sha'niga bu haqoratdir. Haqoratni yashirmoqlik jinoyatdir. Eshityaptimi azlarim? Mikrofon faqat ularda hozir. Millat yo'lini yo'qotsa bu naholatdir. Bu holatni yashirmoqlik jinoyatdir. Hatto xiyonat qildi ko'p shayxu imom. Haqni aytgan kishi bo'lsa bo'ldi bednom. Mikrofonlar hammasi ularda, o'shancha azlarim xafagarchilik bo'lmasin, ozgina. Zolimlarga bo'yinsunmoq razolatdir. Razolatni yashirmoqlik jinoyatdir. 30 yilki Allohdan nishon yo'qdir. Buni gapirguvchi biror inson yo'qdir. Nahotki sizda zarracha vijdon yo'qdir. Bu Alloh va rasuliga xiyonatdir. Xiyonatni yashirmoqlik jinoyatdir. Haq ahliga dushman bo'lgan mal'un najas. Bunga hatto iblis shayton qilar havas. Tilim iymonga kelmasin so'nggi nafas. Katta jinoyatchi Rustam inoyatdir. Jinoyatni yashirmoqlik jinoyatdir. Qayda qoldi buyuk tavhid ulamosi? Bunga javob bermog'i shart yurt podshosi. Jaranglasin tilimizda haq nirosi. Javobimizda qalbimiz behalovatdir. Bu nidoni yashirmoqlik jinoyatdir. La'nat bo'lsin unga kimlar qarshi turgan. Ayting axir Allohga nima bo'lgan? Qayda qoldi, qayda yashab, qanday
jinoyatni yashirmoqlik jinoyatdir. Adolatdan lof urganlar sizga savol. Qayda qoldi mashhur imom, bu qanday hol? Javob beringlar, tilingiz bo'lmasin lol. Mazlumlarga javob bermoq adolatdir. Adolatni yashirmoqlik jinoyatdir. Bu toji taxt sizlarga ham omonatdir. Haqni ayta olmoqlik ham jasoratdir. Bu so'zimga dalil hadisi oyatdir. Fakat Kur'an hadis yo'li hidoyatdir. Hidoyatni yashirmoqlik jinoyatdir. Yana bir şey. Bu she'rga kirishdan oldin ozgina ikki og'iz bir qo'shimcha so'z aytay. Ko'p izohlarda keladi, videolar tagiga odamlar aytadiki, ha o'tib ketgan odamlar haqida gapirmanglar, yoki gapirsang faqat yaxshi gap gapiring va hokazo degan gaplar yoziladi izohlarda. Bu gap to'g'ri emas. O'tib ketgan odam, o'tganmi, o'tmaganmi, tirikmi, qanday bor shuni gapirish kerak. Yaxshi odam bo'lsa yaxshi, yomon odam bo'lsa yomon odam ekanligini aytish kerak. Shu buni farqi yo'q. O'tgan odam bo'lsa faqat yaxshi deb aytilavermaydi. Yaxshi bo'lsa yaxshi deyiladi, yomon bo'lsa yomon deyiladi. Biz shu masalada mana bu she'r 2020-yil yozilgan. Gapiring, gapirmoq kerak doimo. Kim edi, kim bo'lgan o'tib ketganlar? Kimlar dinga xizmat qildilar, ammo kimlar dinini sotib ketganlar? Haq so'zni gapirmoq deyilgan jihod, buni Rasululloh aytib ketganlar. Haqni yashirmoqlik qanchalar isnod, anglamas dinini sotib ketganlar. Buyuk Alboniyga tosh otar bugun, razolat domiga botib ketganlar. Ularni tarbiya qilgan shu uchun dinini dunyoga sotib ketganlar. Tavbaga shoshmadi, qolsa ham qarib, yuragi tosh kabi qotib ketganlar. Uyalmaydi botil fatvo chiqarib, dinini dunyoga sotib ketganlar. Millatga peshvolik mardlar haqqidir. Ko'plar dosh berolmay qaytib ketganlar. Sizlar o'tolmagan imtihon shudir, dinini dunyoga sotib ketganlar. Bu yo'lda qahramon bo'ldilar, ancha odamlarni kirib otib ketganlar. Tog'utni muhtaram zot dedi, qancha dinini dunyoga sotib ketganlar. Qadringiz buyukdir ey shahid ustoz, kamdir sizdek ibrat qo'yib ketganlar. Ko'pdir zolimlarni maqtagan shovvoz, dinini dunyoga sotib ketganlar. Sizga qoyil qolar edilar zimdan, tog'ut xizmatida turib ketganlar. Dajjoldan xavfliroq ekanda chindan, dinini dunyoga sotib ketganlar. Sarib chaqalik ham qadri yo'q bugun, zolimga madhiya bitib ketganlar. Baribir dunyoga bo'lmadi ustun, dinini dunyoga sotib ketganlar. Dunyoni ne'matin nazarga ilmas, iymonni lazzatin totib ketganlar. Bu lazzat ta'mini hech qachon bilmas, dinini dunyoga sotib ketganlar. Chorak asrdirki son sanoqi yo'q, sizning yo'lingizni tutib ketganlar. Sizga hasad qilar, bundan ko'nglim to'q, dinini dunyoga sotib ketganlar. Sizning qadringizni bilmasa bilmas, umri g'aflat ichida yotib ketganlar. Sahviy she'rlarini ham nazarga ilmas, dinini dunyoga sotib ketganlar. Rahmat Muhammad Solih. Endi she'r o'qish navbati menga. Demak, Namoz aka Normaban Norvegiyadan keldilar mehmonga. Mikrofonni ham qo'yib olasiz. siz mikrofondan o'qiring, yordam bering. Faqat shunday tutib turasiz, meni ko'rsatib. Nima qilamiz?
o'qiyman, sizlar omin deb duo qilib turasizlar. Ha, inshaalloh. Ko'rayotgan do'stlarim, Muhammad Sodiq keling bo'ldi. Boshqa she'r o'qiyapman. Men Orif Nihat Osiyo, Turkiyaning mashhur shoiri, Duo degan she'rini o'qiyman. Duo. Biz bo'g'iq ovozlarimiz minoralarni sen ozonsiz qo'yma Allohim. Amin. Asal arilaringni chaqirib ol, yo uyasiz qo'yma Allohim. Amin. Minoralar yog'dusiz, osmonni ham kamalaksiz qo'yma Allohim. Amin. Islom bilan tirilgan yurtni musulmonsiz qo'yma Allohim. Amin. Bizga kuch ber jihod maydonini pahlavonsiz qo'yma Allohim. Qahramon kutayotgan olomonni qahramonsiz qo'yma Allohim. Amin. Dushmandan aslo qo'rqmaylik. Bizni jonsiz qo'yma Allohim. Kelajak yo'lida yillarni ham Ramazonsiz qo'yma Allohim. Amin. Yetim qolgan surunni tarqat, yo cho'ponsiz qo'yma Allohim. Amin. Kelajak yo'lida yillarni ham Ramazonsiz qo'yma Allohim. Amin. Yetim qolgan surun tarqat, yo cho'ponsiz qo'yma Allohim. Bizni sevgisiz, suvsiz, havosiz va vatansiz qo'yma Allohim. Amin. Islom bilan tirilgan yurtni musulmonsiz qo'yma Allohim. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Orif Nihat Osiyoning duo she'ri edi. Hurmatli do'stlar, O'zbekistondagi va tashqarisidagi butun do'stlar, mana bugun 29-iyul kuni Meros milliy markazidagi do'stlarimiz bilan bir kichkina namoyish o'tkazdik. Bu namoyishlar davom etadi. Bu namoyishlar bu tabiiylik, hamma qilishi kerak bo'lgan O'zbekiston Konstitutsiyasida katta qilib yozib qo'yibdi. O'zbekiston xalqi hukumatning siyosatiga qarshi tinch norozilik namoyishi o'tkazishi mumkin. Mana tinch norozilik namoyishi o'tkazdik. Hech kimga xalaqit berganimiz yo'q. Boshqalarga ham xalaqit berganimiz yo'q. Shuning uchun bu Nima qildingiz? qo'rqmaysizlar. Harakat qilingizlar. Nima qildingiz? Bizni qo'llab-quvvatlayinglar. O'chirib qo'yibsiz aka. Nima qiling? Namoyishlarni o'zlaringiz ham qilingizlar. Bunday namoyishlarni o'zlaringiz ham qilingizlar. Nima qildingiz bunga? Tegdingizmi? Stabil tegmay, u anaqada turadi aka bu. Suhbatlarimiz davom etadi. Bekor qilibsiz. Salomat odam bo'ling. Rahmat.